Deyarli bu yerda hozir 90%mi, 80% hammasi xitoyliklar O'zbekistonga ketyapti mana. Mana shu ko'cha полностью Xitoylarning magazini. Xitoyliklar mana O'zbekistonga qanaqa kirib ketyapti? Hammasi xitoyliklar debdi. Hech qachon bu Xitoy, Rossiya, Yevropa hech kim bizga to'ntarilib ketadi davlat. Yashab turgan uyingiz ham sizniki emas, yeri. Uy sizniki. Bor buzi olib chiqib ket uyini deydi, ketdi. Xitoy bosib olyapti O'zbekistonni. Xitoy keladimi, Yapon keladimi, kim kelishdan qat'iy nazar, Xitoy undoq, Xitoy bundoq baqir-chaqir bilan hech narsa qila olmaysizlar. Oxirgi qon qolguncha, tomchi qonimiz qolguncha ular bilan urushamiz. O'zbekistonda yer sotilmaydi. Yashab turgan uyingiz ham sizniki emas. Esdan chiqarmang shuni. Mana yana Xitoy, mana. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'ligingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulotni yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Bu holati yarmi uje kirib ketib bo'ldi ichkariga. Mana oilaviy bular haqiqiy ko'chib ketyapti ko'cha bilan. Bu ahvolni qaranglar. Mana xitoycha yozuv, to'g'rimi? Men Ispaniyadaman. Mana mashina nomeridan bilsanglar ham bo'ladi. Ispaniya Madrid shahridaman. Mana shu ko'cha полностью Xitoylarning magazini. Mana ishlab chiqarishmi nimadirlar, mana ko'ryapsizlarmi? Mana bu Xitoy magazin, mana yana Xitoy. Mana bu Ispaniyadagi ahvol. Ko'ryapsizlarmi? Mana nomerdan bilsanglar ham bo'ladi. Mana shunaqa xafa bo'lmanglar. Xitoylar faqat O'zbekistonni egallayapti. Xitoy butun dunyoni egallayapti. Shu videoni mana shu Xitoy O'zbekiston bosib olyapti degan tanishligi bor. Bu jarayon davom etadi. Xitoy haqida men hayron bo'ldim. Nimaga bunaqa propaganda bo'lyapti? Xitoy bosib olyapti O'zbekistonni. Mutasaddilar qaramaydimi? Yerlar sotilib ketyapti qilib, u ham o'zicha gapiribdi. Hech qachon o'zbek millati, o'zbek xalqi, o'zbek hukumati yerini sotmaydi. Sotsa, to'ntarilib ketadi davlat. O'zbekistonda yer yo ijaraga beriladi, yo mulkdorlik sifatida beriladi. Shaxsan sotilmaydi yer. Yer davlatniki. Har doim yerga davlat ega bo'ladi. Yashab turgan uyingiz ham sizniki emas, yeri. Uy sizniki. Bor buzi olib chiqib ket uyini deydi, ketdi. Uyingizdan neft chiqsa davlatniki bo'ladi. Agar shaxsan sotib olganingizda uyingizdan neft chiqsa sizniki bo'ladi. Bizda unaqa siyosat yo'q hozir. Instagramda Furqat degan bitta sharlatan bor ekan, sharlatan. Dubayda sen bilan ko'rishganman deb qo'yadi. Dubayda men bilan ko'rishgan bo'lsa, demak, yugurib kelib qo'limni ushlab, sizlab gaplashgan bo'ladi-da. Menga yuzim yuz kelganda tikka kela olmagan bu bolalarda Germaniyada ekan hozir. Shu yozyapti, bu sotilgan shu narsalarni qanchaga sotilasiz deyapti. Men sotilasan deyapti. Xitoy haqida men hayron bo'ldim. Nimaga bunaqa propaganda bo'lyapti? Nimaga to'xtamaslar? Anu Turkiyadagi yurgan Fazliddin Parpiyev na bir siyosiy ongi bor, na bir islomdan ma'rifati bor, na bir vafodorlikka o'xshagan insoniy xulqi bor. Cho'kib tamom bo'lgan, xoin bo'lgan bola chiqib olib Xitoy bosib olyapti O'zbekistonni. Mutasaddilar qaramaydimi? Yerlar sotilib ketyapti qilib, u ham o'zicha gapiribdi. E'tibor bermay yurdim, o'rganib ko'rib, oxiri kecha bir suhbatda gapirib olgan edim. Shuni kesib qo'yishgan ekan. Endi o'sha bizga montaj qilishlikka tayyor turgan, Xitoy haqida gapirmaysanmi deganlar tayyor turganda bu gapga srazu olishib, tarqatishib, shuni ustida o'zlarini o'yinlarini o'ynashyapti. Do'stlar, Xitoy haqidagi gap so'zlarni aksariyati propaganda. Bu bilan biz O'zbekistonni
boshqa davlatlarga, gegemon davlatlarga sotib yuboraveraylik degan xulosa chiqmaydi. Sotmaydi, hech qachon o'zbek millati, o'zbek xalqi, o'zbek hukumati yerini sotmaydi. Sotsa, u to'ntarilib ketadi davlat. Sotib bo'lmaydi yerni. Yo'q, bizda unaqa huquqiy. Bizda McDonald's franshiza bilan kelib ishlamaydi O'zbekiston. Nimaga? Nimaga McDonald's bizni O'zbekistonga kelib franshiza bilan ishlolmaydi? Chunki McDonald'sning asosiy sarmoyasi yerga o'zini shaxsiy mulki qilib sotib olgandagina kirib kela oladi. Ba'zi ustupkalarga, ba'zi chekinishlarga borishi mumkin. Kelajakda kelib mayli endi mulk shartnomasi, ijara shartnomasi bilan ham olib ishlashimiz mumkin deyishi mumkin. Kelajakda O'zbekistonni yeri haqida nima yangiliklar bo'ladi bilmayman. Lekin hozirgi kunda bu Xitoy sotib olyapti O'zbekistonni, yaqinda Uyg'urlarning holi boshimizga keladi degan haligi ritorik emas. Nima deydi buni? Ha, ritorika deydi. Ritorika, so'z o'yini bilan chiroyli jumlalar tuzib O'zbekistondagi xalqni ahmoqqa chiqarayotganlar aldashyapti sizlarni. O'zbekistonda yer yo ijaraga beriladi, yo mulkdorlik sifatida beriladi. Shaxsan sotilmaydi yer. Yer davlatniki. Har doim yerga davlat ega bo'ladi. Xitoy keladimi, Yapon keladimi, kim kelishdan qat'iy nazar, bu Xitoy kelgan joyida yer sotib ola olmaydi. Xitoyni yerga aylanib keta olmaydi, mumkin emas. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Buni ko'zboylag'ichilik qilishyapti. Maqsad Rossiya haqida shuncha propaganda qilishdi. Ukrainadan turib olib, ruscha gapirib, o'zbeklarni alabayga o'xshatib haqorat qilgan bir bo'mishni mana ruslar, mana propaganda qilib buni harakat qilishdi. O'xshamadi. Bu LGBT targ'ibotchilar rosa harakat qildi, o'xshamadi. Hizbiyni harakat qildirishdi, o'xshamadi. Endi Xitoy propagandasi boshlandi. Xitoyliklar bilan ishlayotgan o'zbeklar bor. O'zbekistonga sarmoya tikyapti ular. Yerni sotib ola olmaydi, yana qaytib aytyapti. Bizi yerimizni sotib ola olmaydi, aldashyapti sizni. Ha, Xitoy aholisi ko'p davlat, bundan tashqari gegemon davlat. Gegemon. Xitoy ilmiy fan taraqqiyot bilan dunyoni egallash rejasidagi davlat. Yosh bolasini, maktabini, bog'chasini ko'ring, Xitoyliklarni. Yosh bolalarni qanaqa maktabda o'qityapti. Xitoy bizni xalq o'laroq egallab olmasin degan o'zbek millatini g'amini yegan, vataniga muhabbati bor o'zbek o'g'lini saviyali shaklda o'qitish kerak. Boshqa yo'l yo'q. Xitoy bundoq baqir-chaqir bilan hech narsa qila olmaysizlar. Bu jarayon davom etadi. Biznes ma'nosida, zavod qurish ma'nosida O'zbekistonga katta bunaqangi oqim kelishligi tabiiy. Avvallari sizlarga aytgan edim do'stlar, O'zbekiston O'rta Osiyoning Shvetsariyasi. O'zbekiston O'rta Osiyoda eng strategik ahamiyatga ega joy. Bu joy har doim bozor sifatida butun savdogarlarni qiziqtirib kelgan. O'zbekiston siyosati bir paytlar o'ta yopiq bo'lgan, hech kim kirib kelib biznes qila olmagan, qilganlar ham muammoga uchragan. O'shaning uchun ishonchsiz sifatida qaragan. Bugungi kunda Xitoy kirib kelib pul tikyapti, shu yerda zavod ochyapti, qilyaptimi? U yerni sotib olyapti degan propaganda bilan aldanmang bu propagandaga. Yerni sotib olayotgani yo'q, sotib ola olmaydi yerni. Yer yo mulkdorlik sifatida yoki ijara sifatida beriladi O'zbekistonda. Yashab turgan uyingiz ham sizniki emas, yeri. Uy sizniki. Bor buzib olib chiqib ket uyini deydi, ketdi. Uyingizdan neft chiqsa davlatniki bo'ladi.
Agar shaxsan sotib olganingizda uyingizdan neft chiqsa sizniki bo'ladi. Bizda unaqa siyosat yo'q hozir. Aldashyapti xullasga. 4,5 millionga yaqin, 5 millionga yaqin o'zbek Rossiyada yuribdi. Rossiyada shunaqa propaganda bor. Rossiyaning ichida shu Rossiya siyosatini boshqa davlatlarga ya'ni sotilayotganlikda ayblash bilan gastrobayter bosib yetkazdi, bundoq qilish kerak, bundoq qilish kerak. Bu propagandaning oqibatida bizning musofirdagi o'zbeklarimiz jabr ko'ryapti. Tojiklarimiz, qirg'izlarimiz jabr ko'ryapti. Propaganda bu. O'zbekiston qonuniy davlat. Qonun bor O'zbekistonda. O'zbekiston butun dunyoda tan olingan mustaqil davlat. Shundoq kirib turib kimdir bosib olmaydi bu davlatni. U yo'q unaqa narsa. Biz u varvarlar davrida yashamayapmiz. Shunaqa deb gapirsam tagga yozishyapti. Boshida nima deyishganida, Xitoy haqida gapirmaysanmi deyishgan. Xitoy haqida ikki og'iz gapirib ketsam, nimaga hamma narsaga burningni tiqaverasan deyishyapti. O'shalar shunaqa deb yozyapti. Senlar o'ynagan o'yinni ssenariysini men yozganman. Men yozgan ssenariy bilan o'ynayapsanlar. Ssenariyning oxirini aytaymi? Achchag'ing chiqadi senlarni. Chunki senlarning orqangda qandaydir kapitalistlar bor. Bo'ldi. Bizning orqamizda Alloh bor. Bizga kuchlaring yetmaydi senlarga. Million uslub bilan propaganda qillaring, kuchlaring yetmaydi. O'zbek xalqi oxirgi tomchi qonimiz qolguncha mustaqilligini himoya qilamiz. Bu bizni iymon taqozo qilgan majburiyatimiz. Hech qachon bu Xitoy, Rossiya, Yevropa hech kim bizga bu davlatning mustaqilligiga ya'ni rahna sololmaydi. Hujum qilishi mumkindir boshqa. Oxirgi qon qolguncha, tomchi qonimiz qolguncha ular bilan urushamiz. Lekin diplomatik aloqalar, Xitoy kirib keladimi, ruslar kirib keladimi, amerikanlar kirib keladimi, yaponlarmi, ular bilan biznes qilishimiz, tajriba almashishimiz tabiiy hamma davlatda bor. Koreyada ham shunaqa muammo bor. Xitoy ko'payib ketyapti. Men xuddi shu masalani ilgari Rossiya haqida ham gapirgandim. Rossiyani Xitoy bilan chegaradosh yerlarida faqat tug'ilish bilan xitoyliklar egallayapti. Yer Rossiyaniki, Xitoy o'sha joylarga odamini tiqishtiryapti. Chunki Xitoyda yer muammosi bor. Hegemon davlat odam soni dunyoda birinchi o'rinda turadi. Bular hamma narsaga tayyor odamlar. Shu propagandalarga aldanmasligimiz kerak. Qisqaroq shuni aytib qo'ymoqchi edim men. Xitoy haqida mana meni gapim. Xitoyni bizni O'zbekistonni bosib olishga aqli ham yetmaydi, duxi ham yetmaydi. Bu bosib oladigan eski davr emas. Tijoriy ma'noda, mol tarqatish ma'nosida, savdo ma'nosida Xitoy dunyoni bosib olib bo'lgan. Voy deysizmi, dod deysizmi, hamma narsa Xitoyniki. Mana shu eynimizdagi kiyimdan tortib chiqayotgan iPhone'imiz ham Xitoyda chiqyapti. Xitoy iqtisodiy bozorni bosib olib bo'lgan. Amerikani boshini aylantirib qo'ydi ular hozir. Xitoy butun dunyoga o'zini iqtisodini tarqatish rejasida yuribdi. Biz o'nglanmaguncha, o'zimiz bolalarimizni yaxshi tarbiya qilmaguncha bunaqangi propagandalarga aldanaveramiz. Bu propagandalarga aldangan odamlar yutqizaveramiz. Shunga aldanadiganlar bor ekan ichimizda, yutqizamiz. O'shaning uchun biz arramizni tishi yo'qligi, o'zimiz o'tirgan shoxni aralayotganimizni bilishimiz kerak. O'shanga arramizni tishini olib tashlashimiz kerak. O'zimiz o'tirgan shoxni o'zimiz aralasak, yiqiladigan yana o'zimiz bo'lamiz. Bu millatning dardini, bu millatning kelajagini shu millatning ichidagilar o'ylaydi. Tashqaridagilarni sizlar ro'yxatdan o'chirib qo'yaveringlar. Hammani emas, o'sha tashqariga chiqib olib, ichkarida miting,
Xitoy degan propagandalarni qo'zg'ayotganlarni shundoq ustidan qizil chiziq chizib qo'ying. Yoki tagiga chizib qo'ying. Abror Muxtor aytgan edi, qani deb. Ko'rasiz o'sha kunni, deysiz. Farzandlarni tarbiya qilishda astodil bo'laylik. Alloh taolo bu millatga xizmatni sizni bizlarga nasib qilsin. Bizdan keyin kuchli, quvvatli, iymonli, e'tiqodli davlat farzandlarimiz yashaydigan jamiyat qolsin. Barchalarga tashakkur. Yozyapti to'xtamasdan. Men hayron bo'lyapman. Nimaga Xitoy haqida gapirmaysan? Nima dey Xitoy haqida? Sen chiqib gapirchi Xitoy. Nima deyish kerak Xitoy haqida? Xitoy ko'payib ketdi. O'zbekistonni ya'ni yangi ochilgan bozor deb qarayapti. Biznes ma'nosida kirib kelyapti. Bu yerdagi o'zbeklar bilan hamkorlik qilyapti. Yerlarni sotib olyapti deydi. Voy, O'zbekistonda yerni sotish degan qonun yo'q. O'zbekistonda yer sotilmaydi. Arendaga beriladi. Yashab turgan uyingiz ham sizniki emas. Esdan chiqarmang shuni. Yana yozyapti. Redmi Note 10. Xitoy haqida ham gapiring. Hamma mavzuni yig'ishtirib Xitoy haqida gapirib o'tiraymi? Nima deydi? Xitoy dunyoda gegemon davlatlarning bittasi hozir. Uyg'urlarga zulm qilyapti. Necha marta gapirib kelyapman men. Tarovihga yosh bolalar nima kirgizmayapti? Men hattan bilay nima kirgizmayotganligini. Men qayerdan bilay? Men davlatmanmi men?